keyin kirganlarga o'sha opani ushlang. Nimadir dori ichishyapti bular. Rosa o'zgarish yaxshi bo'libdi deyishdi. Vrach aytyapti buni. Vrach bolalar shunaqa deyishdi. Holatim yomonlashdi. Keyin tekshiruvlardan o'tsak jigar sirrozi deb tashxis qo'yishdi. Har 3 oyda davolanaman. Virusga qarshi dorilar ichdim, jigarga dorilanishdim. Lekin o'zgarishlar yaxshi sezilmadi. Bizni davolagan vrachimiz ham mana shu holatda ushlab qolsak ham katta gap dedilar. Bo'ldi, hayot tugadi deb o'yladim. Tabiiylikda ancha o'zgarishlar o'zimga ham yaxshi sezildi. Keyin shu jigar kasalliklarini birga yengamiz guruhiga o'z a'zo bo'lib qoldim. Gepamir mahsulotini ichgandan keyin shunaqa o'zgarishlar katta bo'ldi. Kundan kunga holatimiz yaxshilandi. Og'riqlar yo'qoldi. Mana o'ng tomonda tiqilishlar yo'qoldi. O'zimni yengil his qildim. Mana 2 oyda shu 3-oyni boshlaganimizda bir tekshiruvlardan o'tdik. Biz shuni boshdan o'tkazdik. Gepamir mahsulot ishonchli ekan. Eng asosiysi tabiiy, organizmga hech qanday zarari yo'q. Assalomu alaykum. Bizni doimiy kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Hammani dardiga Allohim o'zi komil shifo bersin. Bugun Namangan viloyati Muqaddasipani xonadonlariga tashrif buyurdik. Aynan jigar kasalligi, jigarning og'ir turdagi sirroz kasalligi bilan aziyat chekkan opamizga. Bugun aynan Muqaddasipa o'zlarida bo'lgan o'zgarishlar va Gepamir mahsulotigacha bo'lgan etaplarni tushuntirib o'tadilar. Muqaddasipa, assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun avvalambor rahmat deymiz sizga. Rahmat sizga ham. O'zingizda aniqlangan kasalliklar tarixi. Shu 2022-yilda shu holatim yomonlashdi. Keyin tekshiruvlardan o'tsak jigar sirrozi deb tashxis qo'yishdi. Shu 2-3 yil mobaynida davolandim. Har 3 oyda davolanaman. Virusga qarshi dorilar ichdim, jigarga dorilanishdim. Lekin o'zgarishlar yaxshi sezilmadi. Gepatit B turi aniqlangan sizda avval. Avval bir gepatit B, keyin B D turiga ham o'tdi. B D Superinfeksiya. Superinfeksiya aniqlandi. Jigar sirrozi deb tashxis qo'yishdi. Endi juda ham bir tushkun holatda qoldim. O'sha vrachlarning aytganlarini o'z vaqtida qilib, 3 oyda davolandim. O'z sharoitida dorilanishdim, lekin o'zgarish uncha yaxshi sezilmadi. Shu o'ng tomonda og'riq, tiqilishlar bo'ldi. Shu qorinda qishish borga o'xshadi, lekin o'sha dorilardan o'zgarish uncha sezilmadi. Keyin tabiiylikka o'ta boshladi. Tabiiylikda ancha o'zgarishlar o'zimga ham yaxshi sezildi. Keyin shu jigar kasalliklarini birga yengamiz guruhiga o'z a'zo bo'lib qoldim. Mana shu o'rinda hali bunga kelishimizdan oldin qiynalgan davringizda sizni aynan psixologически, ya'ni sizga bo'lgan ruhiy ta'siri qanday bo'ldi kasallikni? Juda yomon holatga tushdim. Tushkunlik. Endi bo'ldi, hayot tugadi deb o'yladim. Bu o'rinda yana amakim aytdilarki, siz o'qituvchi bo'lgan ekansiz. Ha, o'qituvchi bo'lganman. O'qituvchi bo'lgan holatda o'zingiz kasallik orttirib, jigar sirrozini og'ir etaplarigacha yetib kelgan ekan. Shunaqa holat bo'lib qoldi. Endi B turi menda 2014-yilda bilgandim B borligini. Keyin davolandim, 1-2 marta davolandim. Keyin o'rtada o'zimni beparvo bo'lib qoldim. Shunda virus ko'payib ketdi-da. Keyin 2022-yilda o'sha o'zimda holatim yomonlashdi, mazam qo'shdi. Keyin o'sha tekshiruvlardan o'tsak, shu tashxis qo'yishdi-da, jigar sirrozi. Sirroz tashxisi. Keyin o'sha virusologiyada Namangan viloyat virusologiyasida davolandim. Sirroz tashxisi qo'yishgandagi sizni holatingiz qanaqa edi? Agar tushuntirib bera olsangiz buni. Juda yomon holatda bo'ldim. Tushkun holat. Endi tasavvur qilish qiyin-da. Endi mana keyinchalik mana ahvolim yaxshilangandan keyin sekin-asta tushkunlikni ham unutdim. Keyin mana Gepamir mahsulotini o'sha kanalni kuzatdim. Bir 15-20 kuncha kuzatganimdan keyin menda umid paydo bo'ldi. Demak, shu dori bizga ham shifo bo'ladi. Tabiiy ekan-ku deganimda mana siz obordingiz, chiroyli gaplarni gapirdingiz, mana Mag'firatxonni chiroyli suhbatlarini eshitib, keyin bizda ishonch paydo bo'ldi-da. Keyin mahsulot sotib oldik. Zakaz berdik. Shu o'rinda sizda qizingiz, aynan qizingizda ham tashxis sirroz tashxisi qo'yildi. Mana bu holatda sizni endi ham ona, ham o'zingiz bemorsiz. Qo'shimchasiga farzandingizda sirroz. Voy, bu juda og'ir holat bo'ldi bizda. Endi bu qizim ham oldin sariq kasallik bilan kasallangan 2006-yilda. Ancha og'irroq o'tgandi. Keyin o'shanda tekshiruvlarda B chiqqandi.
bu ko'proq davolanib yurdi. Keyin lekin o'sha virus ko'payib dega ham o'tib qolgan ekan. Endi bu qizimni ham tekshiruvlari o'shanda serroq chiqqan ekan, lekin menga vrachlar bekitishgandi o'sha mahalda aytishmaydi. Chunki o'zingiz bemorsiz. O'zimniki borligi uchun buni aytishmaydi. Lekin men o'zim tushunib yetdim-da, bundan borligini bilib qoldim. Keyin men o'zimga nima muolaja qilsam, qizimga ham birgalikda qildim-da. Yo'q, xudoga shukur, mana Gepamir mahsulotini ichgandagi shunaqa o'zgarishlar katta bo'ldi. Kundan kunga holatimiz yaxshilandi, og'riqlar yo'qoldi, mana o'ng tomonda tiqilishlar yo'qoldi. O'zimni yengil his qildim. Maşallah. Mana 2 oyda shu 3-oyni boshlaganimizda bir tekshiruvlardan o'tdik. Fibroska. Hozir tekshiruvlar qo'lingizda aynan turibdi. Qo'limda mana tekshiruvlar turibdi. Mana bu eng yangisi, mana dastlab birinchi beravering, men ko'raman mana shu joyda. Mana bu sirroz tashxisi. Buni biz rasmga olib jo'natamiz. Birinchi aniqlanganida mana shu yerda yozilgan 85 fibroz o'zgarishingiz 43.8. Sirroz. Mana bu eng og'ir turi. Endi bunda o'yamiz o'sha bizni davolagan vrachimiz ham batamom tuzalib ketasiz demadilar. Mana shu holatda ushlab qolsak ham katta gap dedilar. Hattoki buni tushirishning imkoni yo'q deyishgan sizga. Dorilarni ichib, o'z vaqtida davolanib, o'zingizni avaylab yurasiz. Endi batamom tuzalib ketasizlar demashmadi-da. Keyin tushkunlik yana ham kuchaydi menda. Yo'q, mana Xudoga shukur, juda ham ahvolim yaxshi. 1 yil muolaja qilgansiz. Bu qaysi yo'lda muolaja qilgansiz? Bizga qorong'u. 35 ga tushgan, ya'ni fibroz o'zgarishi tushgan. Natija ko'rgansiz. Va Gepamir mahsulotini buyurtma qilib, aynan mana shu orada 3 oy vaqt mobaynida iste'mol qilgan ekansiz. 8-martdan ichishni boshlaydi. Keyin 13-may kuni tekshiruvlardan o'tdi. Fibroskanimiz 21 chiqdi. Endi u fibroskanidagi vrachimiz ham mana shu 21 chiqqan natijani olganingizdagi emotsiyani tushuntirib bera olasizmi? Chunki esimda guruhda yoki bizga qo'ng'iroq qilib shu qadar xursandchilik bilan gapirdingizki, buni hozir ekran ortida tushuntirib berish qiyin. Aynan o'zingizdan eshitsa. Keyin o'sha o'zi apparat, o'sha fibroskan apparatda turgan vracham, "Opa, nima dori ichgansiz?" deb so'raydi. Tabiiy dori ichyapmanman dedim. Keyin mendan keyin kirganlarga o'sha opani ushlang. Nimadir dori ichyapti bular. Rosa o'zgarish yaxshi bo'libdi deyishdi. Vrach aytibdi buni. Vrach bolalar shunaqa deyishdi. Endi ular bilan ham gaplashdi, sizga azob bo'lishdi ular ham. Yo sotib olishar ekan endi Gepamir, ya'ni ular ham olamiz deyishdi. Shularni o'yani. Nimadir dori ichishgan bular. Rosa o'zgarishlar yaxshi. Siz yetdingizmi bu haqida? Aytdim. Keyin o'sha kuni analizlarni ham topshirgandi-da virusga. O'sha kuni. Aynan fibroskan tekshiruvlardan o'tganingizdan keyin analizlar topshirdi. Analizlarimiz chiqdi, qarasam natija zo'rda. Va endi men u holatda viruslar mana shu PCR mana qo'lingizga nosab tekshiruvlarni bering hozir ko'raman. Bu o'zi ham yangi tekshiruv. Mana bu yerda viruslar sizda B turi haqida to'xtalgan edik va D yuqorilab ketgan 140 mingta. Bu salkam 1 yil vaqt oralig'idagi holat. Keyin 48 mingtaga tushirgansiz. Bu yanvar holatida. Yanvar holatida. Va Gepamir mahsulotini iste'mol qilish jarayonida bu viruslar soni hozirgi kunda 934 ta. Shunaqa bo'ldi-da, men bu natijalarni umuman kutmaganda. Virusga qarshi dori iste'mol qilyapsizmi? O'shanda iste'mol qilmaganda. Ya'ni Mag'firatxon iste'mol qiling virusga qarshi dori. Bizni dorilarimiz jigar uchun deganlardan keyin oldim. Lekin unga qadar siz virusga qarshi dori iste'mol qilmadingiz. Faqat ixlos qildim-da. Bu doriga ixlosim juda ham baland bo'ldi. Mana qizimda ham o'zgarishlar yaxshi bo'ldi. Bundan viruslari kamaydi. Fibroskanlar 17 dan 13 ga tushdi. Yaxshi. Xursandmiz. Hayotga qaytdi-da. Bir insonni onasi yoki otasi bemor bo'lsa boshqa, lekin aynan farzandida og'ir turdagi kasallikni eshitish bir onaga yoki otaga og'ir. Buni tushunish. Men o'tda o'zim o'ylamadim. Bolam o'yladim. Chunki bu men nima bo'lsam bo'larman. Nima bo'lsam men bo'lar. Bu yaxshi bo'lish, bolalari bor, farzandlari bor. Yashash. Bola nechiga chiqsa ham bola deb o'yladim. Yo'q, Xudoga shukur, men ham yaxshiman. Bu qizim ham yaxshi. Mana shu dorini nimasi bilan endi men o'zi shu fursatdan foydalanib endi o'zimni dil so'zlarimni aytaman. Gepamir mahsulotini haligacha mana siz ham o'zingiz ham kuzatgansiz. Salkam 2 oy vaqt mobaynida kuzatdingiz, to'g'rimi? Yanvar oyida azob bo'lgansiz, mart oyida buyurtma qilgansiz. Lekin 2 oy oradan vaqt o'tyapti. Xuddi sizga o'xshab 2 oy vaqtini behuda o'tkazadigan insonlar, ya'ni ikkilanayotgan insonlarga nima degan bo'lar edingiz? Dildan ochib. Endi mana biz shuni boshdan o'tkazdik. Gepamir mahsulot ishonchli ekan. Eng asosiysi tabiiy, organizmga hech qanday zarari yo'q.
o'sha kasalliklarni batamom tuzalib ketishiga yordam berar ekan. Mana men o'z boshimdan o'tkazdim. Xudo xohlasa yana shu 6 oy ichish niyatimiz bor. Inshaalloh. Ichgandan keyin tekshiruvlardan o'tamiz. Sirroz qolmadi degan Qolmadi natijani degan- olguncha ichaman deyapsiz. Yo, shu bizga umidimiz bor-da. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, Inshaalloh. hayotga qaytamiz degan Xudo umidimiz xohlasa. bor. Endi mana u kimyoviy dorilarni umuman to'xtatdik hozir. Faqat shu kepamerdan foydalanib Butkul to'xtatgansiz. Butkul to'xtat. Faqat shu virusga qarshi Ya, u endi dorini to'xtatildi. ichib turibman xolos. Boshqa dori ichganim yo'q. Davolanmadim ham. 3 oyda yotardi u, chunki holatim yaxshi. Mana Har 3 oyda muolaja qiladi deysiz. Qilardi. Hozir ehtiyoj yo'q. Yo'q. Hozir Mashallah. ehtiyoj yo'q. Juda ham yaxshi. Rahmat. Mag'firatxonga ham. Sizga rahmat Umri shunchalik vaqt uzoq ajratganingiz bo'lsin, uchun. Mag'firatxonam sog' salomat bo'lsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa Allohim bersin. Aytganingiz kelsin. Mana shu boshlagan ishlaringiz xayrli, barakotli bo'lib, har Aytganingiz kuningizda kelsin. hamma bemorlar tuzalib, yaxshi bo'lib ketsin. Sizga rahmat shunchalik eshik ochib kutib olganingizga. Shunchalik biz uchun imkoniyat yaratib berganingizga, o'zinglardagi bo'lgan o'zgarishlar bilan, xalq bilan bo'lishganingizga. Axir aytishadi-ku, sababchi bo'lish qilgan bilan barobar. Barobar. Balkim siz ham kimnidir sog'ayishiga sababchi bo'lib qolarsiz. Ya'ni siz bilan bo'lgan suhbatimizni kimdir ko'rib, mana shunaqa natijaga erishaman inshaalloh degan narsa qalbidan Ya, o'tadi. men ham shuni aytaman, hech ikkilanmasdan olib, hamma bemorlar ichishsin shuni. Xudo xohlasa natijalar juda zo'r bo'ladi. Kimyoviy dorilarga ehtiyoj qolmas ekan, yaxshi natijaga erishadi. Inshaalloh. Siz ham butkul sog'ayishingizga tilakdoshimiz. Azizlar, Rahmat. Muqaddas opa Namangan viloyatidan mana o'zlarida bo'lgan o'zgarishlar haqida batafsil o'zlaridan eshitib turibmiz. Biz ham bu insonni birinchi marta ko'rib turibmiz. Bu inson bizga qarindosh emas yoki da bo'lmasam bir viloyatda yashamaymiz. Biz Toshkent shahridan keldik. Aynan Muqaddas opani va qizlarini holatlarini o'rgangan. Olingan natijalardan biz o'zimiz hattoki hayratdamiz. Sababi Gepomer mahsuloti 3 oy ichida sirrozning og'ir etapida mana shunday yuqori ko'rsatkich. Muqaddas opa sizga kattakon rahmat. Yuqorida aytganlaridek Muqaddas opam ikkilanmang. Jigar kasalligi yashirin tarzda o'tib, og'ir etaplarga olib kelguncha ikkilanish kerak emas. Vaqtni behuda o'tkazmang. Gepomer tabiiy, xavfsiz, samarali yechim. O'zingizni ehtiyot qiling.